Bo'ldi endi Xabi Alonso qo'zg'adi uyga jo'natib yuboringlar. Onasini emsin bo'ldi. Bugun oxirgi haligi o'lim ashulasi cholindi u uchun. Bilmayman, butun Santiago qarshi oldi shekilli yaxshi bola kaman Realda qolishiga. Endi kalla qo'yganda istanka ona bolalar tepgan Vini bilmayman. Atay qilib bugun urmaslikka tushdimi? Hayronman to'g'risi. Varataga to'g'ri tepsa gol oladigan momentlarda urushmadi. Varataga bitta to'g'ri tepdi, yaxshi ham gol oldi o'zi. U Varatar Donnarumma unaqa joy Kurtuvachali odam emas o'zi. Endi bilmayman endi nima deymiz. Habibni ham jo'natamiz endi shunaqa qilib. Har safar trener haydavari xursand bo'lib, yangi trener kelsa, yomon qiladi bu deb turaveramiz shekilli ham bu. Valverde'ga maza qilaman. O'sha bola o'ng qanot hujumda ham, o'ng qanot yarim himoyada ham, o'ng qanot zashda Varatani o'ng tarafga jildirib qo'ysalar, Varatada ham tursa kerak deb o'ylayman. Rodrigo o'ynadi. Rodrigo o'zi Cityga qarshi g'alati o'ynardi. Endi qolganlar bilmayman. Vini atay qildi degan anaqa fikrga keldim o'zimcha. Mbappe ham prinsipialni tushmadimi deb o'yladim.